Tug'ruqdan keyin necha kungacha qon kelishi mumkin? Xo'p, tug'ruqdan keyingi davr chilla davri deyiladi va 40 kun davomida bachadondan ajralma keladi. Ya'ni birinchi 3 kun ichida qon bo'lib keladi. Hayzdan sal kamroq yoki hayzdan sal ko'proq bo'lishi mumkin. 3-chi kundan keyin qon shilliq aralash keladi. Bu qayerdan keladi o'zi qon? Bachadonda hamma biladi, lekin asosiy qon keladigan joyi bu yo'ldosh turgan joy. Yo'ldosh ko'chgan joyda yara bo'ladi. Va mana shu yara bitishiga 40 kun ketadi. Eslasangiz, boshida nima bo'ladi? Yara qoniydi. Yara qonab, keyin endi bachadonni ichida bezli bo'ladi. Ular o'zidan shilliq ajratadi. Mana shu yarani yopish uchun, shuning uchun 3-chi kundan keyin qon shilliq aralash keladi. Bu holat 10 kungacha kuzatiladi. 10 kundan keyin esa sarg'ish. Buni nomi lohiy deyiladi. Ya'ni bachadondan keladigan ajralmalar lohiy deyiladi. Va agar mana shu ajralmalar kelib turish to'xtab qolsa, bu norma hisoblanmaydi. Shuning uchun ham mana shu yo'ldosh joylashgan joyda, bachadondagi joy yaraga 40 kun davomida vaqt kerak bo'lsa bitishi uchun. Shuning uchun ham mana shu 40 kun ichida jinsiy aloqa mumkin emas. Nimaga? Bachadon bo'yni ochiqroq bo'ladi. Bachadon bo'yni ham bachadon bilan birgalikda mana shu 40 kun ichida qisqaradi va mana shu yara 40 kun ichida bitadi. Agar ungacha jinsiy aloqa bo'lib qolsa, bemalol bachadon bo'ynidan o'tib, ana shu yara joyidan o'tib infeksiya chaqirishi mumkin. Ya'ni har xil o'zgarishlar bu metrit, yaralanish bachadonda endometrit va hattoki даже sepsisgacha ham borishi mumkin. Lekin o'zi tuqqan bilan kesarya bo'lgan ayollarda ajralmalar kelish tezligida farq bor. O'zi tuqqan ayollarda nisbatan ko'proq keladi. Kesaryalarda tezroq to'xtaydi bu holat. Chunki kesir kesishi o'zida bachadon yaxshilab tozalanib olinadi.